Qul. Qul. Quli bo'lib qolmasin. Qul huvallohu ahad. Mana hu dommalik va fathalik. Birdan valloh deb Alloh lafzi jalolasiga bog'lab o'qiymiz. Yo'g'on bo'ladi. Vallohu. Qul huvallohu ahad. Ahad dedi to'xtaganligimiz uchun qalqala qilamiz. Agar to'xtamay o'qisak ahadunillahu deymiz. Ahadunillah bu yerga sukunli nun kasra beriladi unga. Ahadun chunki sukunli nun yoki tanvinlar alif lam bilan yo'liqib kelgan bo'lsa nima bo'ladi? Unga kasra beriladi, qoida bor. To'xtaganligimiz uchun ahad deb qalqala qilib to'xtaymiz. Qul huvallohu ahad. Allohus somad. Allohlarda nima bor? Tashdid bor. Alloh deb cho'zing bu yerda. Allohus shamsiyya sodga bog'laymiz. Somad dedi ham to'xtaganligimiz uchun qalqala qilamiz. As-somad. As-somad. Allohus somad. Lam yalid. Qarang, ya fathalik, lam kasralik, dada nima bor? Sukun bor. Qalqala qilamiz. Yalid. Lam yalid. Valam lamda vavda lavz cho'chaysin. Va bo'lib qolmasin. Valam yu deb cho'zamiz ikki harakat miqdorida. Yulad dedi qalqala qilamiz. Lam yalid va lam yulad. Valam vav fathalik, lam fathalik, mimda sukun bor. Yakun nunimiz lam ichiga kirib ketadi. G'unnasiz idg'om. Yakullahu. Mana go'yoki bu nun yo'qdek. Yakullahu dek harakat miqdor cho'zamiz. Kufuwan. Ku dommalik, fu dommalik, wan deb turib izhor qilamiz. Sabab hamza bor undan keyin. Va lam yakullahu kufuwan ahad. Dalda to'xtaganligimiz uchun nima qilamiz? Ahad deb turib qalqala qilamiz. Endi o'qiyman, qarang. Va lam yakullahu kufuwan ahad.